Bismillahirrahmanirrahim. Zulmatli tuproq nomli kitobda bunalar yozilgan. Ey keremlik şah, tacın başında bar vaqtda yetim miskinlarga, ega chaqsizlarga ihson qilgin. Mayli u qaysi millat, qaysi irq, qaysi dinda bo'lmasin, uning yaratqusi bilan sening yaratquching faqat va faqat bir. Altın kurslarda jahonga patmagan diniy shahlarning o'z xalqiga qilgan zulmlari sababli bir qadam ilishqimi qurbi yetmaydigan qo'rsq och, ojiz gadaylar tarafidan quloqlari so'zib chalmgisak bo'lib o'ldirilganligini unutmagan. Adolat uchun, haqqoniyat uchun, o'zining xudosidan boshqa hech nimasi yo'q ezilgan bechoralarning ofuzori uchun shamshirini egib ko'targin. Dahshatli zindonlar oldida o'z o'g'il qizlarining qizitilgan to'minlar azobidan chiyqirab qilgan yig'in olisidan yuragini mujib yig'lab o'ltirgan bechora onalarning shikastlangan yurak uchun jaynamozlarda o'tirib qiyin qistoq tayoq to'qmoq ostidagi ko'z qarshiqlari uchun yosh to'kkan darmonsiz otalarning duosi uchun adolat qilishini g'iltingdan so'rag'in. Shundala sen bu dunyo mangu yod etilasan, mangu qadrlanasan.